Bu hech narsa emas. Hop yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turib bordi. Ya'ni haftan ketmoqda 10 kishi bo'lib qoldik. Bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing bu yog'iga javob berib, ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Nurbek. Raqib imkoniyat. Jarima zarbasi berilsa kerak, tashqari edi. Nima bu do'stlar? So'nggi umid bo'ldi deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Bu Saymurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Aziz to'rt burchak chizadi. Hali ham penalti. Shakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov, o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Gol!